Diqqat xalqqa tezkor xabar. Yomg'irli kunlarga tayyormisiz? O'zbekistonda yana ketma-ket yomg'irli kunlar boshlanmoqda. Barcha O'zbekiston fuqarolari xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat, yomg'irli kunlar O'zbekistonda boshlanmoqda. 23-mart kunidan boshlab ketma-ket 5 kun O'zbekistonda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi va harorat pastlashi kutilmoqda. O'zgidromet ogohlantirdi. O'zgidromet yaqin kunlarda ob-havo keskin o'zgarishi haqida shoshilinch xabar tarqatdi. Shahar ko'chalari suvga to'lishi, ko'plab hududlarda esa sel toshqinlari bo'lishi kutilmoqda, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.